Yaqin yağı to'rda shapaqchi yigitlar sal chiqib qopdi. Maxsus qizlarning isiyat bilan o'yishdi deydi. Boyanka, ansirmang, sizning mas'ullaringizning ichida undaq yigitlar yo'q. Uni bilma. Shunga men sizlarga qandaq shapaqlik qilishni o'tib qo'y. Qandaq shapaqlikning oldini olishni o'tib qo'yay. Voy, Yangzongba aka. Aldığı yipin hesap. Mushundaq qilganda shapaqchilarning maydonida turib, shapaqchilarni cho'nqur tushunaymiz va mushtaqballar bo'lib qolmasligi uchun o'zimizga vaksina ura olamiz. Do'lis boyga qildi. Silay. Boyanka, qiz do'stim menda ranjib qolsa qandaq ko'ngilni olaman? Otan canonim, yeb kelamdiq shavkovdin. Rasmimizni pul yo'charga chiqiring deb qaschu. Mumkin emas. Muhabbat degan ishga odamning ishi. Boshqalarga ko'z tushishi muhabbat shamdiq. Haqning ko'z tegib qolsa qanday qilma? Urug' tuqqanlarni oldida sat emasmi? To'g'ri, boshqa deyish kerak. O Boyanka, agar mening muhabbatim boshqa qizlarning jinim deb chaqoqinimni anglab qolsa qanday qilma? Sen degan so'yginim, u degan jinim orasida cho'ng farq bor. Men ba'zi og'inamni jurak jinim odash o'tirib kelayli deyman. Bu gapchi og'inamda mumkinlamsa, to'g'ri boshqa qizlar bilan paranglashib tutilib qolsam qanday qilma Boyanka? To'g'ri shu paranglashib qo'ygan, yo'bi boshqa ish qilgan bo'lmasa, bunchalar yo'g'onishning nima ishdi? Ömsü bir necha qiz do'stimning bog'lig'ini bayqab qolsichu. Men shapaqchi emas. Faqat bir muhabbatdan azar yeb yuraklari pora bo'lib ketgan, har bir potsi jahonga chechilib ketgan bir bola. Sendimi bir partisi bor. U yetarli emasmi? Shapaq. Şapak gelsin aka. Boyanka, o'rilib ketmoqchi bo'lsam, qanday banasisan bo'la? Seni suyman yaxshi qiz, lekin ketdim amalsiz. Yuragimni qiynama, o'z baxtingni topqin tez. Sen bilan ayrilib ketishim seni suymaganim emas, balki to'limi yaxshi ko'rganligimdan. Tövendeki deydiğinimni yaxshi xotirlanglar. Shapaqchilik dasturi. Janonim, siz mening baldur uxlab tez eting. Mijozingiz yo'q bo'lsa, qaynoq suvni ichiq için nadisiz, nim qilasiz? Uyda yolg'iz kelamsiz. Ansirabang, men isil xongjubatni ichimsiz. To'xtugdi, gwanjiti, ko'mabdiman xitingni. O'zing tamoq yegashdu, ishim texi tugmidi. Ranjima, nim bo'ldi? Do'sting senga nim dedi? Oqsham yenimdikisi cho'ng dadamning qiziti. Ansirma, ish yo'q. Ishkirimki ishgan to'q. Koni tonish bo'lg'ashqa salomlashib qo'l tutdik. Oldi qil, xapoma, seninkila to'g'rimi? Bo'ldi bildim, sen isil, yaratmasan ketaymi? Bo'ptila, taqdir shu, ko'ngil ishmay qoldi su. To'xtan fuchur kep qoldi, jinim vaqtingiz bormi? Har qaysi yigitlarga shunday qo'yiki, yuqorqi alomatlar sizlarda ko'rinib qolsa, vaqtida to'yinglarni qilib, g'iyqtiyni qisib o'tinglar. Darsni